desam xo'jayinim o'g'limiz chetga tushib yonib ketdi desa bo'ladimi? O qanday dahshatligini. Abuzar dedi, bog'chada shitni ichiga tushib ketibdi dedi. Mana shu ro'shotkalarni kecha qo'ydi xolos, shu bolam yiqilgandan keyin, o'sha falokat yuz bergandan keyin qo'yildi. Undan oldingacha shu paytga hech qanaqa bunaqa bo'lmagan. Aytdim, nima hushidan ketyapti dedi. Desam, narkoz qilganmiz aka, og'riq qoldirish uchun ishda. Men doktorga ushlab aytdim. To'g'risini ayting aka. O'g'lim necha kun yashaydi dedim. O'g'lim necha kun yashaydi dedi. Mana shu salafan bilan berkitib qo'yadimi buni ustini? Shu chuqurni ustini, 4-5 metrlik chuqurdi. Yuqori kuchlanishlik elektr energiyasi o'tgan joyda. Ishlab turgan apparatni ustiga tushgan. Reshotka yo'q bo'lgan. 18 fevral kuni Farg'ona shahrida joylashgan 66-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 6 yoshli tarbiyalanuvchisi Abuzar Ravshanjonov bog'cha hududida yer ostiga o'rnatilgan yuqori kuchlanishli transformator punktiga tushib ketishi oqibatida jiddiy jarohat olib, tana a'zolari kuyib ketgan. Taajjublanarli tomoni, bog'cha qurib foydalanishga topshirilganiga 2 yil bo'lishiga qaramay, inson hayoti uchun xavfli bo'lgan yerto'la atrofi maxsus to'siqlar bilan o'ralmagan. Yuqori kuchlanishga ega yerto'la eshigi esa oddiy selofan paket bilan yopib qo'yilgan. Baxtsiz hodisadan keyingina xavfli hudud atrofi darhol maxsus panjaralar bilan to'silgan. Ayni paytda Abuzar shifoxonada qolyapti. Bu bog'chaga 2 nevaram kiradi. Kattasi Abuzar, o'rtanchi nevaram, kichigi Abuyazid. Ikkalasi shu bog'chaga kiradi. Ko'rib turganingiz, mana rishotkalar kecha kuni qilib ketildi. Mana yo'q edi, mana uni usti, mana taxta ham yo'q edi. Endi bu bog'cha hududidan, mana shu ko'rib turgan joyimizdan 1000 voltdan oshiq, 10 kilovatdan oshiq svet o'tgan. Mana shu Farg'ona eko shaharda svetlarini ta'mirlaydi, mana shularni. Aytishlari bo'yicha mana bu yerda, mana shu tomonda besetkada, mana shu yerda bolalar maydonchasi bo'lgan. Mana shu yerda o'ynagan bular. O'ynab turib, mana shu ko'rib turgan zinezdan chiqib, buni ustiga plyonka yopib qo'yishgan bo'lgan. Mana kolodisni usti hozir taxtani usti ochiq bo'lgan. Buni ustiga bitta plastikni qo'yib, ustiga plyonka yopib qo'ygan ekan. Bog'cha mudirasi shuni qildirishgan ekan. Nima deydi? Mas'uliyatsizlik, o'ta ham mas'uliyatsizlik bu. Rishotka bo'lmagan-a avval? Yo'q, bu rishotka kecha kuni shu voqeadan keyin qo'yildi bu rishotka.